Hamma odam murosim kiyim kiyib qatnashgan bu to'y murosimiga faqat Maykollar harbiy forma kiyib qatnashgan. Chunki harbiy forma barliq murosim kiyimlaridan ustun tura oladi. Shuning bilan birga jamoatining kuchini boshqalarga his qildira oladi. Bu kinoning ziddiyat to'qinishidan boshqa personajlarning huzur kiyinishlari, kinochilik sohasidagi va turmushimizdagi erlarning kiyinish madaniyatiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan va hozirgacha ulgu bo'lib kelyapti. Siz bu filmni hayotning o'xshamagan nuqtalari turib ko'rsangiz, erlarning nima uchun oilani oldingi o'rin qo'ydiganligini tushuna olasiz. Shunga Ataman nomli bu film ko'pincha erlarning ko'nglida kinochilik sohasida birinchi o'rinda turadi. Ataman qizining to'yidan keyin Zahar savdogar Sollozoning hamkorlashib tijorat qilish taklifini rad qilib, qasdga uchrab 5 pay o'q tegadi. Yaydigan rizqi bo'lg'ach hayot qoladi. Kichik o'g'li Maykol o'chelish uchun Sollozo va setilib ketgan soqchi boshlig'ini etib o'ldirdi va panohlanish uchun Sisiliyaga berib bir mazgil yo'qaydi. Atamanmi doktorxonadan chiqadi. Uzun o'tmayli cho'ng o'g'li Sonnini Nyu-Yorkdagi Bashchong jamoatining biri bo'lgan Tataliya qaslab o'ldirdi. Ataman buni anglab intayin qayg'urdi. Bashchong jamoatni yig'in o'rinlashtirdi. O'g'lining o'limini surishti qilmaydiganligini, adovatni tashlab Bashchong jamoat bilan ap etadiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Shunda Tataliya bilan quchoqlashib o'zining samimiyatini bildirdi. Shuningdan keyin Maykolmi qaytib keladi. Ataman huquqni Maykolga o'tkazib berib pensiyaga chiqadi. Parda orqasida jamoatiga yetakchilik qiladi. Birinchi bilimining oxirida Vito Corleone salomatlik yor bermay vafot bo'ladi. Corleone jamoati cheksiz qayg'uga cho'madi. Shunda qilib Maykol dadasining vasiyatiga asosan Nyu-Yorkdagi Bashchong jamoatini yo'qotib, asiylik qilgan odamlarning hammani o'ldirib haqiqiy Atamanga aylanadi. Shuning bilan ikkinchi avlod Atamanning hikoyasi boshlanadi. Ikkinchi avlod Atamanning hikoyasi qiziqsangiz meni qo'shib oling, oxirini davomli so'zlab beraman.